Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Darslarimiz davom etadi. Demak, bugun biz sizlar bilan to'g'ri va noto'g'ri kasrlar tushunchasini ko'rib chiqamiz. To'g'ri va noto'g'ri kasrlar tushunchasini ko'rib chiqishdan oldin biz kasr nima haqida degan savolga qisqacha javob berib o'tamiz. Noto'g'ri kasrlar. Demak, bu mavzuyimiz. Hop, e'tibor berib turaylik. Mana bu joyda endi hop o'qituvchingiz savol beryapti. Mana shu shakllarni qanday qismi bo'yalgan degan savol berdi sizga. Siz e'tibor berasiz va bunga quyidagicha javob berishingiz mumkin. Demak, birinchi shaklimizdagi hop 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'lakka bo'lingan va ulardan bittasi bo'yalgan deyishingiz mumkin. Ya'ni sizning javobingiz quyidagicha. 6 bo'lakdan bittasi bo'yalgan deysiz. Hop, siz mantiqiy ravishda to'g'ri javob berdingiz, lekin o'qituvchingiz sizga agar mana shuni matematik tilda yozib ber desa, nima deb yozasiz? Ya'ni 6 bo'lakdan bittasi bo'yalgan deyish bu juda ko'p joyni egallaydi va sizni vaqtingizni o'g'irlaydi. Buni matematik tilda yozish usuli bor. Bu usul kasrlar usuli deb ataladi. Ya'ni bu tushunchaning nomi kasrlar deb ataladi. Keling, buni quyidagicha yozamiz. Hop, birinchi qiladigan ishimiz mana bunday chiziqcha chizib olamiz. Va chiziqchani tepa va pastki qismlari mavjud. Keling, mana ko'rsatib o'taman. Mana bu tepa qismi, mana bu esa pastki qismi. Pastki qismiga jami mana bu birinchi shaklimiz nechta bo'lakka bo'linganini yozasiz. Mana bir raqamni men belgilab qo'ydim. Nechta bo'lakka bo'lingan? 6 ta bo'lakka bo'lingan. Mana shu 6 ta bo'lakdan nechtasi bo'yalgan deysiz? Bittasi. Mana bu yozuvni kasr ko'rinishda yozish deb ataladi. E'tibor bering, bir tepada, 6 pastda. Bu pastki tomondagi 6 ni o'zini ismi bor, ya'ni buni ismi mahraj deb ataladi. Mahraj. Tepa tomondagi birni ham o'z ismi bor, buni ismi surat deb ataladi. Hop, va mana bu o'rtada chiziqcha turibdi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu chiziqchaning nomi kasr chizig'i deb ataladi. Kasr chizig'i. Hop, bu nima degani? Kasr chizig'i o'z-o'zidan matematik amalni bildiradi. Kasr chizig'i nima? Qaysi amalni bildirishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Kasr chizig'i bu bo'lish amali. Bo'lish amali. Demak, biz kasr ko'rinishda ifodalashni o'rganib oldik. Endi buni qanday qilib o'qiysiz? Birinchi holatda mana 1/6 deb yozdingiz. Siz tepadan pastga qarab o'qimoqchisiz. Demak, buni quyidagicha o'qiysiz. 1/6 deb o'qiysiz. Demak, bu o'qish usuli. Ya'ni 1/6 deb o'qiysiz, qachonki tepadan pastga qarab o'qisangiz. Endi ba'zida siz hop, tepadan pastga emas, balki pastdan tepaga qarab o'qigingiz bor. Mana bu holatda o'qimoqchi bo'lsangiz, 6 dan 1 deb o'qiysiz. Demak, siz kasrlarni o'qishni ham o'rganib oldingiz. Keling, endi bilimimizni mustahkamlash uchun ushbu topshiriqni bajarib chiqaylik. Hop, qanday qismi bo'yalgan degan savolga javob berishimiz kerak. Birinchi shaklimizni 6 dan 1 qismi kasr chizig'i chizasiz. E'tibor bering, kasr chizig'i mana bu tenglik belgisini o'rtasiga joylashishi kerak. 6 dan 1 qismi. Ikkinchi shaklimiz nechta bo'lakka bo'lingan sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7. 7 bo'lakka bo'lingan. Demak, mahrajga 7 sonini yozaman. Suratga esa nechta qismi bo'yalgan, ya'ni bo'yalgan bo'laklar soni nechta? 2 ta. Demak, 2 raqamini yozaman. Keyingi holat. Demak, endi sanayman. Nechta bo'lakka bo'lingan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demak, 8 ta bo'lakka bo'lingan. Nechtasi bo'yalgan? 3 tasi bo'yalgan. Demak, suratga 3 raqamini yozaman. Keyingi shaklimiz nechta bo'lakka bo'lingan? 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lakka bo'lingan. 5 ni yozaman. Nechtasi bo'yalgan? 4 tasi bo'yalgan. Mana bu usulda yozib olaman. Keyingi shaklimizga e'tibor qarataman. Nechta bo'lakka bo'lingan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta bo'lakka bo'lingan. Nechtasi bo'yalgan? 1, 2, 3, 4 tasi bo'yalgan. To'g'ri. Keyingi shaklimizga e'tibor beraylik. 3 ta bo'lakka bo'lingan. Nechtasi bo'yalgan? Bittasi bo'yalgan. 3 dan 1. Endi keyingi shaklimizga e'tibor qaratamiz. Necha bo'lakka bo'lingan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta bo'lakka bo'lingan ekan. Nechtasi bo'yalgan? 2 tasi. 9 dan 2. Keyingi shaklimiz. Nechta bo'lakka bo'lingan? 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 5 ta bo'lakka bo'lingan. Nechtasi bo'yalgan? 2 tasi bo'yalgan.
Keyingi shaklimiz 3 ta bo'lakka bo'lingan, ikkitasi bo'yalgan. Mana bu usulda. Keyingi shaklimiz 4 ta bo'lakka bo'lingan va ikkitasi bo'yalgan. Xo'p, mana shu 4-chi shaklni aytishimiz mumkin. Teng yarmi bo'yalgan deyishingiz ham mumkin. Demak, biz kasr haqida tushunchaga ega bo'lib qoldik. Endi kasrni boshqacha bir yo'nalishi bor. Ya'ni bizning mavzuyimizda to'g'ri va noto'g'ri kasrlar deb atagan edik. Aynan mana shu to'g'ri va noto'g'ri kasrlar haqida gaplashamiz. Demak, darsimizni davom ettiramiz. Darsimizning ikkinchi qismi. Endi to'g'ri va noto'g'ri kasr nimaligini bilib olamiz. Kasrimiz quyidagicha ko'rinishda edi. E'tibor beraylik. Tepa qismini nima deb nomlagandik? Surat deb nomlagan edik. Pastkini esa pastki qavatni mahraj deb nomlagan edik. Xo'p, kasrimiz birinchi holatda to'g'ri bo'lsin. Ya'ni to'g'ri kasr. To'g'ri kasr qanday ko'rinishda bo'ladi? Surat har doim to'g'ri bo'lishi uchun mahrajdan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu asosiy qoida. Ya'ni surat agar mahrajdan kichkina bo'lsa, kasrimiz to'g'ri kasr deb ataladi. Misol tariqasida e'tibor bering. 1/3, 1/4, 5/6, 7/8 yoki aytaylik 9/100 yoki misol olganda 121 aytaylik 10.000. Hammasini birlashtiruvchi bitta qoida bor bu joyda. Bu qoida nima? Bu qoidamiz surat kichkina mahrajga qaraganda. Ya'ni 200 misol uchun 201 yoki mana bunday yozishimiz mumkin. 2000/2001. Mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Xo'p, yoki hozir 2026-yilmi? 2026/2027 deb yozishimiz mumkin. Yoki 2025/2026. Demak, bularni barchasida umumlashtiruvchi, ya'ni bitta qoida, hammasida surat kichkina. Endi navbatdagi tushunchaga o'tamiz. Noto'g'ri kasr nima unda? Keling yozib olaman. Noto'g'ri kasr. Xo'p, noto'g'ri kasr qanaqa bo'ladi? Demak, noto'g'ri kasr biroz boshqacharoq bo'ladi. E'tibor bering. Xo'p, kasrimizning ko'rinishi qanaqa edi? Yana yozib olaman. Surat deb tepadagini aytardim, mahraj deb esa pastki qismidagini aytar edim. Demak, mana bu kasrimning ko'rinishi bo'lsin. Agar surat mahrajdan katta bo'lsa yoki mahrajga teng bo'lsa, demak, xo'p, bu kasrimiz noto'g'ri kasr deyiladi. Bo'lsa, kasr noto'g'ri kasr bo'ladi. Xo'p, bu nima degani? Mana shu belgiga ham agar sizni esingizdan chiqib qolsa, hop bitta to'xtalib o'taman. Bu katta yoki teng degan belgi. Hop, ana pastki qismida chiziqchasi turibdi. E'tibor bering, mana bu chiziqchasi. Mana shu chiziqchasi nimani bildiradi? Bu teng bo'lishi ham mumkin degani. Endi Sirojdomla sizga tushuntirib beradi. Hop, bunday kasrlar qanaqa kasrlar? Masalan, aytaylik 21/20. Qaysi biri katta? Albatta surat katta. Demak, bu noto'g'ri kasr. 22/20 ni yozishimiz mumkin. Bu ham noto'g'ri kasr. 21/20 yozishimiz mumkin, noto'g'ri kasr. Yoki 1000 aytaylik 999 desak nima bo'ladi? Bu ham noto'g'ri kasr bo'ladi. Xo'p, yoki mana bu ko'rinishda kasr berib qo'yilsa, bu kasr haqida nima deysiz? Bu to'g'ri kasr bo'ladimi, noto'g'ri kasr bo'ladimi? Agar siz noto'g'ri kasr degan bo'lsangiz, albatta to'g'ri javob berdingiz. Ya'ni bu joyda surat mahrajdan katta. Ya'ni suratimiz katta turibdi bu joyda. Endi hop, mana shu qizil bilan belgilab ko'rsatib qo'ydim. Mana shu belgi ostidagi kasrni ham keling bitta ko'rib chiqaylik. Mana bu 2/2. Bu nima degani? Bu 2/2 degani. Va bu kasr ko'rinishi yozganim uchun bu ham noto'g'ri kasr. 3/3, 7/7 bo'lishi mumkin. Yoki mana bunday holatda 1000/1000 bo'lishi mumkin. Yoki hozir nechanchi yil? 2026 mi? 2026/2026 bo'lishi mumkin. Yoki agar harf ko'rinishda bo'lsa-chi, A/A. Bu ham albatta noto'g'ri kasr bo'ladi. Faqat bitta narsaga e'tibor berib qo'yamiz, A 0 ga teng bo'lib qolmaslik kerak. Yoki misol uchun B/B qanday kasr? B 0 emas bu joyda deb savol bersiz, bemalol aytishingiz mumkin. Noto'g'ri kasr. Va endi mana shu keyingi yozganlarimga e'tibor qaratamiz. Mana bu yozganlarim.
bularning barchasi birga teng bo'ladi. Ya'ni kasr chizig'ini boya men aytdim, bo'lish amaliga teng dedim, to'g'rimi? Demak 2 taqsim 2 nima degani? 2 bo'luv 2 degani va bu 1 ga teng. Yoki 3 taqsim 3 nima degani? Bu degani 3 bo'luv 3 degani va bu ham 1 ga teng. Yoki mana bu joyda 2026 taqsim 2026 nimaga teng bo'ladi desa, siz o'ylanmasdan 1 ga teng deyishingiz mumkin. Endi harf ko'rinishdagicha Siroj domla deydigan bo'lsangiz, bu nimaga teng bo'ladi? Bu ham 1 ga teng bo'ladi. Chunki a ni a ga bo'lsangiz 1 yoki mana bu b taqsim b nimaga teng bo'ladi Siroj domla desangiz, bu ham 1 ga teng bo'ladi. Demak, biz to'g'ri va noto'g'ri kasr haqida tushunchaga ega bo'ldik. Agar darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosing va bu bilan siz bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Darslarimizni o'tkazib bormoqchi bo'lsang, yuborish niyatingiz yo'q bo'lsa esa, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan Siroj domla bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.